Hozir mashina boshlamasangiz, ertaga bodomchi bezlari vashcha kattalashib ketgan, revmatizmga olib keladi, bo'g'imlari og'rishi, yuragi itaveradi. Yaxshi, og'rimayapti. Hozir o'tiring. Umumiy qon tahlili lekin yomon chiqmagan, yaxshi chiqqan umumiy qon tahlili ham yaxshi chiqqan, faqat bodomchi bezlari yallig'lanishida. Orqada ham rosa yiring. Nafas oling, chuqur. Qarang, Inaklav yozibdilar, Amoxiklav 375 taligini olasiz. Agar mabodo buni topa olmasangiz, topish qiyin 375 talik. 625 talik olasizda, 625 talikni yarimtadan 3 mahal berasiz. Mabodo topa olmasangiz, ko'pchilik topa olmaydi lekin buni. Diazalindan tashqari u yuzda nima bor? Elmontus bormi? O'sha Elmontusni ichirasiz 2 mahal, chunki diazalin juda ham uyqu chaqiradi-da, kuchli. O'shaning uchun diazalin hozir uncha ishlatilmaydi. O'shaning uchun Elmontusni 2 mahal berasiz, agar 5 mg bo'lsa. Elmontus, Kulenta hammasi bir xil sostavi. Xo'p. Keyin tomoq chayish, xlorofilip deb yozganlar, ishimishga bir nima bering. Streptotsetmi, imudonmi, granidinmi, nima bo'lsa 2-3 mahal berasiz. Birinchi chayalli, keyin shimalli, yana chayalli, yana shimalli ovqatdan keyin.